Assalomu alaykum aziz insonlar. Tutqanoq kasalligini paydo bo'lishi va rivojlanishi va kasallikni oldini olinishini bir turi haqida gapirib beraman. Insonlar yog'li oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilganda va yog'li oziq-ovqat mahsulotlarini tarkibida mavjud bo'lgan moddalarni turli xil holatda qabul qilganda inson oshqozonida yog' moddalari hazm bo'layotganda o'zidan gazsimon modda ishlab chiqaradi va qon va nerv tomirlari ichidagi suyuqlik tarkibiga qo'shiladi va bosh miya hujayralariga yetib boradi. Hujayralarni gazsimon modda karaxt holatiga tushirib qo'yadi va tutqanoq kasalligi bor insonni fikrlari karaxt bo'lib qoladi. Yaxshi va yomon xayollarga berilib ketadi. Qo'rqinchli yomon tushlar ko'radi. Alahsiraydi. Uyqu ichida tutqanoq xuruji bo'ladi. Yog' moddalari inson qon va nerv tomirlarini ichidagi suyuqlikni yopishqoq qo'yib qilib qo'yganligi sababli ozuqa va kislorod bosh miya hujayralariga yetarli miqdorda yetib bormaydi va kasallik qo'zg'atuvchi viruslar va infeksiyalarni rivojlantiradi va ko'paytiradi. Tiqilmalar paydo bo'ladi. Tiqilma ortidagi bosh miya hujayralariga ozuqa va kislorod yetib bormaganligi sababli insonda tutqanoq xuruji boshlanadi. Insonni butun jismi qaltiraydi va hushidan ketadi. Inson tutqanoq xuruji vaqtida butun jismi qaltiraganda jigar ostida joylashgan o't pufakchasidan o't moddasi juda ko'p miqdorda chiqib, qon va nerv tomirlari ichidagi suyuqlikni tarkibiga qo'shilib, bosh miyaga boradi va bosh miyadagi tiqilmani parchalab ochib yuboradi va tiqilma ortida joylashgan miya hujayralariga yetarli miqdorda ozuqa va kislorod yetib boradi va inson butun jismi qaltirash holati to'xtaydi. Inson hushiga keladi. Tutqanoq xuruji vaqtida bosh miya hujayralarini tiqilma ortida joylashganlarini ba'zilari nobud bo'ladi va keyin bosh miyada yana yangi miya hujayralari paydo bo'ladi. Insonda tutqanoq xuruji juda ko'p marotaba takrorlanaversa, bosh miya toliqib qoladi va nobud bo'lgan hujayralar o'rniga yangi hujayralarni ishlab chiqarib bera olmay qoladi yetarli miqdorda. Oqibatda inson tutqanoq xuruji vaqtida hushidan ketib, qaytib hushiga kelmay qoladi. Viruslar va infeksiyalar rivojlanib ko'payib ketganligi sababli bosh miyada o'sma va shishlar paydo bo'ladi. Operatsiya qilib oldirib davolaganda ham yana yangi o'sma va shishlar paydo bo'laveradi. Insonlar bunday holatga tushmasliklari uchun to'nglaydigan mol yog'i va shunga o'xshash yog'larni iste'mol qilmasliklari kerak. O'simlik yog'larini va daraxtlar mang'izidan olingan yog'larni va yana quyonlar va parrandalar va baliqlar yog'ini va go'shtini iste'mol qilsalar bo'laveradi, ziyoni yo'q. Barcha insonlar ko'rishi uchun like bosib qo'ying. O'zingizni sog'lig'ingiz uchun obuna bo'ling. Kelajakda barcha kasalliklar haqida videolar chiqaraman, Xudo xohlasa. Men bilgan
ilmimni oldin qog'ozga yozaman, keyin o'qib beraman. Agar bunday qilmasam, ba'zi aytilishi kerak bo'lgan so'zlar aytilmay qolib ketadi. Keyin har bitta kasallikni alohida qilib video qilib chiqarib gapirib beryapman. Agar jonli efir qilib aytadigan bo'lsam, juda ko'p narsalarni aralashtirib gapirib alohida gapirib bera olmay qolaman. Shu sababli shunday holatda ish tutmoqdaman. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.